Qanaqa odamsan? Nimaga pul to'layapman senga? Dam olish toqdan bezni qo'rmagin. Epli o'zing shu narsalarni. Qanaqa odamsan? Nimaga pul to'layapman senga? Dam olish toqdan bezni qo'rmagin. Baxtiyor, Epli o'zing shu narsalarni. haqiqiy erkakchi mashinada qara. Bitta bosib o'raymi? Bo'ladi. Men ham oldin shunaqa moddiy narsalarga rosa havas qilardim. Ya'ni shunaqa qimmatbaho mashina minishga, brendiviy kiyimlar, soatlar, telefonlar tutishga, kachok bo'y yurib, sayohatlarga chiqib, selfilar tushishga, yaxshi restoranlarda ovqatlanishga, xullas shunaqa narsalarga havas qilib yurardim. Hozirchi. Hozir yoshim ulg'ayib, oddiygina tish og'rimaydiganlarga havas qilaman. Bulut chiqsa boshi og'rimaydiganlarga, siqilib sahar kasal bo'lib qolmaydiganlarga, dieta qilmaydiganlarga, bir narsa ko'tarsa beli og'rimaydiganlarga, xullas sog'lom odamlarga havas qilayapman. Jigarlar. Shu dam olishda ham bezni qo'rad deb bo'lachi. Zo'r gapdan qo'rqib ketding-da. Hammasini eshitdim. Rostdan. Yo'q, unda sen nima havas qilasan? Ha? Men shunday havas qilmayman. Menda hammasi yaxshi. Zo'r. Hammasi joyida. Soching yo'q-ku. Kalsan-u. Yo'q, men kalamasman, o'zi kal bo'lib yuraman xolos. Kalsan. Shaxsiy brend-u. Qo'y sog'lig'ini qarasu, ha? Bilasanlar-ku kalmasman o'zi. Xafa bo'lma. Kalsan. Xafaman. Hammasi joyida. Lekin rostdan ham chochim bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ha, mayli.